Nexus 2 avtomobilini hozir sotib oldik. Buni xullas tayyorlab chiroyli qilib sotamiz. Mashinaning holati ancha o'rinib qolgan. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Faralar tugagan, qorayib ketgan, mutlashib ketgan, ichilagan, zanglagan joylari bor. Mashina 2009-yil 200 ming yurgan, 1.6 motorli. Buni ancha ishi bor. Bularni hammasini qilib, chiroyli qilib, xudo xolasa sotamiz. O'zingizlar video davomida ko'rsanglar bo'ladi, nima ishlar qilinadi, bunda hammasini ko'rsatamiz. Xullas kuzatinglar, kuzatishda davom etinglar, qiziq bo'ladi. Salonlari ham ancha o'rinib qolgan. Arzonroq byudjetli mashinalarni har doimgidek o'zimizni Hasan Husayn Kastapravlarga olib keldik. Bamper bo'yicha chempion ustalar ekan. Zanglagan, chirigan joylarni hammasini chiroyli qilib beradi. Ishni shundan boshlaymiz. Xullas mashinamizni 70-80% ishlari bitdi. Shu paytga ishon qilingan ishlari polniy himchiska bo'ldi. Eshigi, kolenkalari bo'yaldi, oldi-orqa bamper yangi qo'yildi. Polirovka ham mana hozir tugab qoldi. Endi qilinadigan ishi hadovoyini ham ko'ramiz. Bir ikkita mayda-chuyda ishlar qoldi. Mashinamizning hadovoyi ham bo'ldi. 4 ta yangi amortizatorlar taqib yubordik. Shu bilan cho'tki bo'ldi. Endi yiqiladigan ishimiz sideniyani to'g'rilaveramiz, hamma joyini. Kelgan bularning bitta kasali bor. Himchiska bo'lgandan keyin, ximikatlar tegandan keyin mana bu narsalar oqarib, mutlashib qoladi. Buni полностью bo'yaveramiz salonini. Skorost qoplarini alishtiramiz, yirtilib qolgan. Ungacha qo'l tikamiz, mana shu ishlari qoldi xullas. Bo'lsa mana emblemalarni ham yopishtirdik. Do'stlar, va nihoyat mashinamiz tayyor bo'ldi. 5 kun vaqt o'tdi oradan. 450 bo'lishli mashinamizga rasxod qildik. Hozir o'zingizlar ko'rib bitta baho berasizlar. Ustalarimizni mehnatiga o'zingizlar bitta layklarni ayamaysizlar degan umiddamiz. Agar sizlarda ham shunaqa mashinalar bo'ladigan bo'lsa, bizga olib kelsanglar, biz chiroyli qilib tayyorlab sotib beramiz yoki mashinalarni sotib olib qolamiz naqd pulga. Aloqaga chiqaverasizlar, telefon raqamlarini qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.